Yaponiyaga qanaqa kelib qolganim haqida 1 minut ichida bo'lishaman. Yurakchani bosib qo'yinglar. Bu eng oson yo'li. Toshkentda litseyda o'qib yurgan vaqtimda men ingliz tilini rivojlantirish uchun Amerika elchixonasiga borishni boshlaganman. Amerikaga ketish orzum hech qachon bo'lmagan. Elchixonada kutubxona, conversation club bo'lardi. Men o'tga ko'proq dars qilishga, kitob o'qishga borardim. U vaqtda men chet elda o'qish planim bo'lmagan. Yaponiyaga umuman xayolimda bo'lmagan. Lekin elchixonada orttirgan do'stlarimning ta'siri orqali ham o'zim xalqaro aloqalar sohasiga qiziqqanim uchun chet elda o'qishga qiziqib boshlaganman. Uydagilarim qarshi bo'lishgan, faqat ota-onam emas, mana 3 ta akam bor. Hammaliga hech qachon sen chet elga ketmaysan deyishgan. Onam topshirib ko'rur, mayli kirmasang ham, kirsang-yu ketmasang ham, lekin bu sen uchun tajriba bo'ladi deb qayta-qayta aytardilar. Har xil universitetlarga grant yutib olganimda menga umuman ketishga ruxsat berishmagan va oxiri Yaponiya universitetiga grant yutib olganimda baxtimga bizani oldin Yaponiyada yashab ketgan qarindoshimiz bo'lganlar va ular aytganlar, albatta yuboringlar, Yaponiya juda ham tinch, xavfsiz davlat deganlar. Uning ustiga men O'zbekistondagi davlat universitetiga kira olmaganman. Meni uydagilarim uchun esa oliy ma'lumotga ega bo'lishim juda ham muhim bo'lgan. O'qish orqali bo'lgani uchun ham Yaponiyaga kelishim, o'tga moslashishim ancha oson bo'lgan. Agar qiziq bo'lsa kommentariyada yozinglar, batafsil bo'lishaman.